Assalomu alaykum hammaga. Ertalabdan kayfiyatinglarni ko'targim keldi. Sababi shunaqa qimmat uxodovый ichida tillasi bor ampulali mana shunaqa nabor. Hozir skidkada ekan. Sizlarga ishlatib ko'rsatib beraman. O'zimga zakaz qildim. Birinchi bo'lib uxodovый naborlardan tonikda yuzimizni artib olamiz. Sababi poralarni chuqur tozalab, kremga tayyorlab beradi. Undan keyin ampulani sindirib, shpristini tagiga tiqsanglar, tarkibida haqiqiy toza tillasi bor, shu maschkani yuzimizga surib olamiz. Juda ham ko'pchilik bilsa kerak, yuz uchun eng toza mahsulotlar bu Koreyadan chiqadi. Koreyskimi deb kanalkalarni ham so'rab olamiz. Bu mahsulot Gemma bilan birga bir yuradi, ya'ni Gemma mahsulotini juda ham ko'pchilik bilsa kerak, lekin u qimmatligi sababli hammani ham cho'mchaga ko'tarmaydi. Bu mahsulot hozirgi kunda skidkada ekan, chunki tillarni narxi ham bilasizlar, 1 grammi $50 bo'lib yotibdi. Buning ichida haqiqiy toza tilla bor. Skidkadan foydalanib olinglar. Bu mahsulotlar haqida to'liq shu profilda ma'lumot olsanglar bo'ladi. Yuzdagi mayda ajinlarni, mimический ajinlarni, problemalarni hammasini bartaraf qilib beradi. Qizlarjonlar, skidkada ulgurib olinglar. Soni kam ekan.